Assalomu alaykum hammaga. Chilonzor Oqtepa kuruvni shunda oldida g'ishli dom, bir xonali, faqat bez remont, 30 kvadratli uy sotilyapti. Bu balkondamiz, bu vida. Bitta remont qilsa juda zo'r uy bo'ladi. Bez remont uy, lekin narxi juda arzon. 30 kvadratli uyimizni bir xonali uy, mana kuxnyasi bu. 30 kvadratli uyimizni 36 mingga beraveramiz mana. Chilonzor Oqtepada metro Hamza bir qadam. Bu bitta xonasi. Ashti ichki narsalar qoladi. Bitta remont qilsa bo'ldi. Bu sanuzil samishonli. Ko'plab ashti kuxnyani balkonga chiqarishadi, mashti ham bitta xona qo'shadi, ikki xonali kvartira bo'ladi. 28 kvadrat, keyin balkoni bilan birga 30 kvadrat uy sotilyapti. Chilonzor Oqtepada kuruvni shunda oldida g'ishli dom, 5-etaj, 5 etajkani 5-etaji, narxi 36 ming. Srochniy, zo'r uy.